Odatda yegan ovqatingiz tarkibidagi uglevodlar glyukoza, ya'ni shakarga, qandga aylanadi. Bu shakarga aylangan glyukoza qoningizda mana bunday hosil bo'ladi. Mana bu tasavvur qiling, qon tomiringizni ichidagi shakar. Qoningizda shakar hosil bo'ldi degunicha oshqozon osti bezingizga signal boradi. Poджелудочная железа deb aytiladigan a'zoyingiz unga javoban insulinni ishlab chiqaradi. Mana bu insulin deb tasavvur qiling. Bu esa har bir a'zolaringizni hujayrasi. Misol uchun mushagingizni umuman tanangizga quvvat berib ishlatib turadigan mishsangizni bir dona hujayrasi deb tasavvur qiling. Endi mana shu hujayrangiz ishlashi uchun unga energiya kerak. Ya'ni qand, shakar. Demak, siz ovqatlandingiz, qonda ovqatingizdan shakar hosil bo'ldi. Endi bu shakarni hujayraga olib kirish uchun mana bunday insulinning molekulasi bo'ladi. Bu insulin kelib hujayraga yaqinlashganida hujayraning maxsus mana bunday zvanogi, retseptori bo'ladi. Ichkariga xabar beradigan sezgichi bo'ladi. Bu sezgichiga insulin kelib taqillatadi. Shu zahoti hujayra ochiladi va o'ziga shakarni kiritib oladi. Va mana shu normal holatda yashashimizning jarayonlaridan biri. Ya'ni shakarni hujayraga kirib kelishi va hujayra uni ishlatib, o'zi qandaydir energiyani, kuchni hosil qilib amalga oshirilishi. Bu normada bo'lib turadi. Endi insulin rezistentligi degan vaziyat bor tibbiyotda, tashxis bor. Shu qanday holat? Qarang. Mana siz ovqatlandingiz, shakar qoningizga ko'paydi va bu qonda ko'payganidan darhol signal bordi, oshqozon osti bezingizda insulin ishlab chiqarildi. Keldi, mana ochmadi, lekin u shakar menga kelmadi deb aytadi. Taqillatdi, ochib ulgurmadi. Siz ko'p shirinlik yeyishda davom qilmoqdasiz. Qoningizda esa shakar ko'paymoqda. Bunga javoban oshqozon osti bezingiz yana insulin ishlab chiqaradi va och degan vaziyat kelib chiqadi. Hujayrani kalit suqadigan joyiga sizni insulin molekulalaringizni kaliti yaxshi tushmay boshlaydi. Muammo kelib chiqadi. Ya'ni tanishida. Shuning uchun qoningizda shakar ko'p aylanib yurishni boshlaydi. Oqibatda jigaringiz qonda ko'p shakar aylanib yurganligi va hujayralarga kirmayotganligi, bu jarayon susayganligi sababi bilan shakarni tezkorlik bilan yog'ga aylantirishni boshlaydi va siz semirishni boshlaysiz. Tobora qancha uglevodli shakarga aylanadigan ovqatlarni yeyaverasiz, bu tezda hujayraga yetib bormasdan ko'p qismi yana yog'ga aylanib ketaveradi. Insulin rezistentligi yuzaga chiqdi. Har zamondan ishlaydi, mana ishlaydi. Odatda normada mana bir qoshiq tushganidan normal holat bo'lib, insulin molekulasi hujayrani darrov kalitini ochib, shakarni ichkariga boyagidek kiritgandi. Lekin insulin rezistentligi sizda haddan tashqari ko'p mana shirinlikni yeyaverganligingiz uchun, non mahsulot, xamir mahsulotlarini yeyaverganligingiz uchun qonda sahringiz juda ko'payishni boshlaydi. Mana. Lekin qandli diabet kabi vaziyatdagi darajadagi 13, 14, 15 bo'lib tekshirganda analizda ko'tarib ketmaydi. Bunda ammo 8, 8,5, 9, 7,5, 7 bo'lib turadigan darajada bo'ladi. Ya'ni qondagi shakarni darrov hujayralarga insulin kiritib bera olmaydi. Chala kiritib beradi. Va buni oqibatida insulinning rezistentligi, mana bu kalitlar insulin ko'p ishlab chiqarib turibdi-yu, ammo hujayrani oshtira olmayapti. Hujayrani kalit taniydigan joyi esa tanimayapti. Shu yuzaga chiqqanligi uchun siz yana semirishda davom qilaverasiz. Semirish deganda ortiqcha yog'ingiz lo'pillab ko'payib ketadi. Bu jarayon insulin rezistentligi. Shakarni qabul qiladi, insulin bor, faqat shakarni qabul qilish juda sekinlashib ketadi. Ana shu insulin rezistentligi degan vaziyat. Qandli diabet birinchi turi qanday bo'ladi? Ovqatlandingiz, asosan 30 yoshgacha aniqlanadi. Yoshlarda qandli diabetning birinchi turi aniqlanadi ko'pincha. Demak, qandli diabet birinchi turi. Ovqatlandi, qonda shakar hosil bo'ldi, oshqozon osti beziga signal berildi, lekin u
insulin ishlab chiqarmadi. Mana bunday kalitlar yo'q. Umuman yo'q. Qonda mana shakar hosil bo'ldi. Oqibatda nima bo'ladi? Umuman shakar hujayraga kiritilmaydi. Insulin umuman yo'q. Insulin ishlab chiqaradigan hujayralarda muammo bor. Shuning uchun qandli diabet birinchi tip bemorlar doim yonida ovqatlanishdan oldin ovqatlangan vaziyatlarda o'zi bilan insulin olib yuradi. Insulinni ukol qildi mana. Oqibatda insulin molekulasi qonda hosil bo'ldi va u insulin ukolini qilganligi uchun hujayraga mana shu insulin ukolidagi molekula kelib kalit joyini tushadi va u ochadi va u hujayra ochilib ichiga shakar kirib boradi. Ana shuni oqibatida hujayrasi qandni o'ziga поглощать qiladi, ya'ni hazm qiladi. Endi qandli diabet ikkinchi turi qanday bo'ladi? Siz ovqatlanasiz, ovqatingiz tarkibidagi shakar qonga tushadi mana. Insulin ishlab chiqaradi, keldi. Umuman kalit tushmaydi. Yana ovqatlanasiz, yana qonda shakar ko'payib boraveradi. Mana bu shakar qonda ko'p, oshqozon osti beziga signal keldi. Mana yana insulin ishlab chiqarilib turibdi, lekin bu kalitlar umuman tushmayapti. Hujayra ochmayapti, lekin qand qoningizda ko'payib bormoqda. Qandli diabet ikkinchi tipini alomatlari, vaziyatlari yuzaga chiqmoqda. Qon quyilib ketdi. Chunki shakar qonda ko'payib ketdi, shakarni hazm qiladigan hujayralar esa ochmayapti. Umuman bu kalitlar hujayraga shakarni kiritish uchun tushmayapti. Sahr oshib ketdi. Endi qandli diabet ikkinchi turi namoyon bo'ldi. Qonda shakar ko'p, shakarni kiritish uchun insulin qonda ishlab chiqarilmoqda ko'p, lekin hujayralar insulin kalitlarini, molekulalarini qabul qilmayapti, ochmayapti. Shuni natijasida qandli diabet ikkinchi turi hosil bo'ldi. Demak, bugungi lavhadan siz qandli diabet birinchi tip qanday, ikkinchi turi qanday, rezistentlik nima, norma qanday bilib oldingiz. To'g'rimi? Oson tushundingizmi? Endi sizga savol qoldiraman. Qandli diabetni birinchi turi bilan ikkinchi turini farqi nimada ekan, qanday tushundingiz? Kommentariyaga yozib qoldiring. Va insulin rezistentligi degan qanday jarayon ekan, uni ham o'zingizni tushunchangizni izohlarga kommentariyaga yozib qoldiring. Qani, bugungi lavhadan keyin nimani tushundingiz, men bilib olaman. Keyingi lavhalarda qanday jarayonlarni mana shunday sodda shaklda tushuntirib berishimni so'rardingiz. Shuning bilan bugungi lavha nihoyasiga yetdi. Keyingi lavhalargacha ko'p shirinlik yemang. Sog' bo'ling, semirib ketmang. Poko. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, sketch qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, sketch qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.